Bolalar hormanglar yaxshimi sizlar tushunasizlar. Bugun sizlar bilan ba'zi nastroykalar haqida gaplashamiz. Hali o'yinda yangi bo'lganlar uchun. Bu основной mana shu klassическийda turish kerak, chunki bu оружиеni kichkinaroq ko'rsatadi. Grafikaga keladigan bo'lsak, grafikada menda hammasi niskida turadi. Bitta разрешение ekranidan tashqari, chunki bu FPS stabilni ushlab turadi. Разрешение ekrani bu har doim 120 FPS chiqarib beradi. Telefoningizda bor FPS maksimalni. Qolgan hamma narsa o'chuv bo'lishi kerak. Bundan tashqari, upravleniyamni ko'pchilik so'raydi. Men upravleniyam mana shunaqa, kimgadir bu juda ham baland, kimgadir juda ham past. Meniki mana shunaqa. Pritsel nastroykasi, men tochkasiz o'ynayman. Faqat mana shu krestik bilan o'ynayman. Krestikni iloji boricha kichkinaroq qilish kerak и obzorni kattaroq qilish kerak. Bu kimgadir neudobniy, menga lekin udobniy. Tip mana shu oxirdagini statichniy qilib qo'yinglar, chunki dinamichnida u qimillab ketadi. To есть ochilib yopilib shu otganingizga qarab. Men giroskop bilan o'ynayman, giroskop bilan o'ynashinglarni maslahat beraman, chunki giroskop bilan ancha-muncha udobniy. Endi bazaviy trenirovkalarga keladigan bo'lsak, trenirovkalarda men основной qiladigan narsam bu nima? Faqat mana shu poligonda o'yinga kirishimdan bir где-то 5-10 minut oldin shu qo'limni qizdirib olish uchun, просто men o'zim uchun sizlarimni tushunib olishim uchun qiladigan ishim. Har doim mana shu niskidan boshlayman. Bu oxiriga bora olamiz poligonni. Sekin-sekin o'zimizni qo'limizni his qilib otishni boshlaymiz. Bu boshida hammada ham o'xshab ketavermaydi. Bu birinchi katka. Shuning uchun o'zingizlarni qiynashinglar shart emas. Bu просто o'zingizlarni qo'lingizlarni qizdirib olish uchun o'zingizlarni tupi nima desa bo'ladi. Barmog'ingizlar telefonni sezishi uchun. Bu uncha ko'p vaqt ham olmaydi. Слишком berilib ham где-то yarim soatcha men bu poligonda yotib olish shart emas. Где-то 5-10 minut yetadi. Keyingi qiladigan trenirovkamizda Yusupikka olamiz. Men продвиженияga qo'yib, mana shu bitta ochishga harakat qilamiz. Iloji boricha boshiga tekkizishga, iloji boricha. Bu narsani pluslari juda ham ko'p, chunki yurib ketayotgan protivniklar ko'p bo'ladi. Imенно matchlarda, boshqa narsalarda, shuning uchun iloji boricha boshiga tekkizishga harakat qilish kerak. Iloji boricha. Tak, hozir sizlar bilan otish spreyini ko'rib chiqamiz. Spreyda kimdir o'tirib otadi, kimdir turib otadi. Lekin meni maslahatim o'tirib otish. Chunki hozir zajim ushamaganimda o'tirib, turib otganimni spreyini ko'rasizlar. O'tirib просто zajimni ushlaganimda o'zingiz ko'rasizlar. Zajimni ushlash juda ham oson. Просто o'qlarni ketayotgan yo'nalishini teskarisiga telefoningizlarni bursanglar bo'ldi. Zajimni ushlashni har doim 2-3 usuli bor. Bu mana shu telefonni giroskopi bilan o'ynaydiganlar uchun giroskop bilan ushlash, giroskopsiz o'ynaydiganlar bilan ekranni просто oldiga, orqaga qilib boshqa narsa qilish. Kimga qanaqayu, lekin men iloji boricha giroskop bilan o'ynagan bo'lardim. Tak, spreylarni ushlab, hamma o'sha qo'linglarni qizdirib olganinglardan keyin bitta mana shu KBga kirasizlarda, bitta mana shu o'zingizlarni, ya'ni protivniklar nima qilyapti, qanaqa qilyapti, mana shularni his qilish uchun просто kirib otishib ko'rasizlar. Bu narsa mana shu где-то bitta katka, bitta обезвреживание, bitta mana shu komanda boy. Bu hammasi nima desa bo'ladi? Kerak bo'ladi, bularning foydasi bor. Bular nima desa bo'ladi? Protivnik nima qilyapti, qanaqa yuryapti, to iloji boricha boshiga tekkizishga harakat qilasizlar. Iloji boricha nima desa bo'ladi? O'zingizlarning qurolinglarni his qilasizlar. Hammasining shu foydasi bor. Tak, bo'ldi. Shunaqa qilib birinchi частimiz tugadi. Ikkinchi часть uchun like bosinglar. Sizlardan maksimalniy поддержка kutib qolaman. Nima desa bo'ladi? Iloji boricha o'zingizlarning ustingizda ko'proq ishlanglar. O'zingizlarni nima desa bo'ladi? Skilllarni oshirishga harakat qilinglar. Bu o'zingizlarga ham foyda. Chunki kimdir masalan просто maza qilish uchun o'ynaydi, kimdir просто zerikganidan o'ynaydi bu o'yinni. Sizlarga ham maslahatim, agar sizlar zerikib просто tak mana ranginglar даже Phoenix yoki Ranger bo'lsa ham yoki mana Champion bo'lsa ham просто kayf uchun kirib mana MM o'ynayman yoki masalan соревновательный o'ynayman deganda iloji boricha mana shu vnimaniyani komandaga, mana qilayotgan harakatingizlarga beringlar. Chunki hozir
nima desa bo'ladi, ko'pchilik kiradida, "Men hozir mana bunaqa qilaman, bunaqa qilaman, hozir iVic'ga olib qilib tashlayman naxuy" deb. To'g'ri, o'zingizga ishonishingiz zo'r, lekin bu yerda komanda ham borda. Kimdir bu narsadan rang ko'tarayotgan bo'ladi, kimdir mana boshqa narsa. Lekin o'yinga kirib, undan chiqib ketib, boshqa narsa qilib, mana kirgandan keyin umuman foyda bermaslik, 0kda yurish, faqat mana shu chiqib o'l berish. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bekorga bu 5 ga 5 emas, bo'lmasam 4 ga 5 ham qilib qo'yishardi bu o'yinni. Tak, bo'ldi. Shu bilan birinchi qismimiz tugadi. Hammanglarga podдержка uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin. Ikkinchi частimiz endi 150 ta laykdan keyin bo'ladi.